Eksklyuziv o'rtoqlar. Oxunboboyevning uyimizni rosa so'rashdi, qachon bitadi. Mana uyimizda xudo xohlasa bitdi desak ham bo'ladi. Ozgina detallar qoldi bitkazadigan. Hozir sizlarga qisqacha obzor ko'rsatib ketaman. Qaranglar, uyimizning remontini. Bu yoqda dekor bilan bunday yopiladi. Mягкий zona обязательно qilib beramiz. Bu yoqga prixожий mebellari bo'ladi. Qaranglar, remontini prosta yorib yuborganlar. Zal qismini ko'ringlar. Zo'r chiqqan, patologlarni qaranglar. Bu yoqda spalniy qismi birinchi etaj uchun, katta sanuzovi birinchi etaj uchun va oshxonasi. Mebellarni ham qilib beriladi albatta. Podvalimiz 40% podval, tepaga keladigan bo'lsa, tepada 4 ta xona bor, har bitta xona o'ziga yarasha chiroyli remontdan chiqqan. Uyimizning manzili Oxunboboyev, orientir, tamojniy bo'ladi. Albatta yaqinlarga shu videoni jo'natib qo'yishingizlarni chiqmasin, bemalol kelib любой payt ko'rsanglar bo'ladi.